Teatr bu ibratxona. Unda gavdalantirilgan sahna asarlari har bir tomoshabinni o'z hayotini mushohada qilishga, hayotiy xulosalar chiqarishga undaydi. Shu bois ham bugun Respublika umumiy o'rta ta'lim maktablari o'rtasida Turon maktab teatri tanlovi o'tkazilmoqda. Muxbirimiz Shiringul Asoyeva tanlovning Navoiy viloyati bosqichi haqida ilk lavhada xabar qiladi. Iqtidorli yoshlarni bir davraga jamlaydigan Turon maktab teatri tanlovining Navoiy viloyat bosqichida bugun tuman shaharlardan kelgan 11 ta jamoa qatnashayotgan bo'lib, bunda milliy dramaturgiyamiz hamda jadid ma'rifatparvarlarning teatr san'atiga qo'shgan hissasini o'rganish barobarida shu asosda belgilangan shartlarda o'zaro bellashishmoqda. Tarbiyamni xo'p oqlabsiz, men sizdan rozi, ammo o'rtada bir sir bo'lsin-u. Bu Turon maktab teatrini tashkil etishdan maqsad shu o'quvchilarni madaniyat sohasiga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, qolaversa o'sha chekka hududlardagi o'quvchilarimizning ist'dodlarini namoyon etish, qolaversa o'sha o'quvchilarimizning ist'dodlarini kashf etishdan iborat. Mana o'tgan yilgiga taqqoslaydigan bo'lsak, o'tgan yilgiga nisbatan o'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tish bo'lgan edi. Mana shu ro'yxatdan o'tish jarayonida o'tgan yilga nisbatan yanada ko'payganligini ko'rish mumkin. Bu ham o'sha Turon maktab teatriga bo'lgan o'quvchilarimizning qiziqishi deb bilamiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan mazkur tanlovda bu yil 1252 ta jamoalar ro'yxatdan o'tishdi. Albatta eng munosiblari viloyat bosqichida sahnadalar. Jarayonlarni kuzatar ekanmiz, shu kuni 11 ta jamoaning har biri tanishtiruv shartida o'zi yashayotgan hudud, ta'lim olayotgan maktabi va jamoasi haqida ma'lumotlar berar ekan. Milliy qadriyatlarimizni o'zida joy aylagan liboslarga alohida urg'u berishgan. Keyingi shartga ko'ra sahnalashtirilgan asarlarda biz obrazdagi jonli siymolarni ham uchratdik. Quvonarlisi jamoalar sahna ko'rinishlari uchun dekoratsiyadan tortib to kichik detallargacha e'tibor qaratishgan. Xonim va maxdumi volidamizning odatlarida yosh kelinga aytilganchilar. Suhbat yetadi, bas. Mana biz bu yil ikkinchi marotaba Turon teatriga qatnashamiz. O'tgan yil kelganimizda viloyat bosqichida 3-o'rinni olib ketgandik. Undan keyin biz yana mashaqqatlar bilan tayyorlandik, kitoblar o'qidik. O'zimiz olib chiqmoqchi bo'lgan qahramonlarning asarlarini o'qib, o'zini hissiyotidagi obrazga kirish uchun ularning kinolarini, hayotlarini, biografiyasini ko'rdik, kuzatdik, o'zimizga takomillashtirdik. Kerak bo'lsa, kechqurun 8-9gacha maktabda qolib, shu Turon teatri ko'rgan paytlarimiz ham bo'ldi. Shuncha mashaqqatlardan keyin nasib bo'lsa bugun birinchi o'ringa harakat qilamiz. Ma'lumot o'rnida aytish o'rinli, Turon teatr maktabi tanlovining o'tgan yilgi mavsumida respublika bosqichida Navoiy shahri birinchi o'rinni egallagan edi. Turon maktab teatri tanlovining Navoiy viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritganligi uchun birinchi darajali diplom bilan Zarafshon shahar. Jamoalarni saralash hakamlar hay'atiga ham oson kechmadi. Barcha ishtirokchilar birdek g'oliblik uchun harakat qilishdi. Yakuniy natijaga ko'ra esa Navoiy viloyati Zarafshon shahrining Chig'atoy guruhi mutlaq g'olib deb topilib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.